begonalar kirish taqiqlanadi. Agarda shu yozuv eshiklarga emas, ba'zi bir teshiklarga yozilganda edi, xiyonatlar, ajrimlar soni ancha kamaygan bo'larmidi? To'g'ri, eshitilishi qo'pol, lekin ba'zi birlar qilayotgan jirkanch ishlar oldida bu oddiy hol. Marhamat bo'yalasın odasin. Suv tilga kirganda edi, insonlarga qo'lingizdan oldin qalbingizni yuving degan bo'lardi. Men uchun dunyodagi eng ahamiyatsiz, qadrsiz va arzimas narsa bu insonlarning men haqimdagi bo'lar bo'lmas fikrlari. Zamon ko'tarmas lekin mayli yaqin bormanglar. Assalomu alaykum. Xuddi shu teleminora kabi ba'zi bir qizlarimiz faqat tunda chiroyli bo'lishadi. Ko'zi qop-qora sochi jamalak qiz, yigit tabiat tungi kapalak esa. Soxta munosabatlaringizni o'zingizga o'xshagan qalbaki insonlar uchun asrab qo'ying. Zero ular bunga arziydi. Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Bugun yuzimizga oyoq qo'yayotganlarni kecha yalang oyoqliklarida oyoq kiyimlarini biz olib bergandik. Oyoq yoshligimni eslasam jim. Bu teleminora u shahrimiz chiroyiga chiroy qo'shib, kechalari ham charaqlab turadi. Men uni juda ham yaxshi ko'raman. U bizni uydan ham shundoqqina ko'rinib turadi. Kuni kecha unga mahliyo bo'lib, chiroqsiz mahallamiz Notex ko'chalarida ABS yo'q jentarida sirpanib borib ko'chamizdan o'tgan gaz turbasiga urilibman. Xudo bir asradi. Yaxshi ham mahallamizda gaz o'chgan ekan. Voy, kosmosda ham tanishim bor, любой problemani hal qilamiz deb yozib bir marta ish tushib telefon qilsa ham ko'tarmaydigan okalar. Anta tolkali telefon qilib, "Jon, shunda balonim teshilib qoldi" desa, borib mashinasining atrofiga vulkanizatsiya ham qurib berishga aqlinglar yetadi-yu. Qiyomatli ukalarini esdan chiqarmaylik. Soxta do'stum, soxta ulfat oshnolarim, soxta. Jaloliddin Rumiyning bir gaplariga qiziqaman. Agar ranjigan bo'lsam kechirib yuboraman. G'azablangan bo'lsam bir lahzadan keyin o'tib ketishi mumkin. Lekin ko'nglim sovisa, sovigan bo'lsam hech qachon avvalgidek bo'lmaydi. Bo'lolmaydi endi. Aka, bizni yengiltay qizlarga pul bermasa, bizani kambag'al deb o'ylashar. Bizni pulimiz yetarlicha, shunchaki uni fohishalarga sarflamaymiz. Bir fohisha qizni taniyman. U mana shu kasb orqali mo'maygina daromad qiladi. Yaqinda mashina olibdi va Instagram sahifasiga joylab, alhamdulillah, erishdim, Alloh nasib qildi deb yozib qo'yibdi. Fohisha drammasi. Choy ko'pchilik bilan ichiladi. Qahva esa yolg'iz. Kelsang choy damlayman. Kelmasang qahva ichaman. Sensiz. So'nggi so'zingni ayt. Men bilan bog'larmisan hayoting davomini. Eshak darvesh bo'lmas. O'tin tashlagani bilan takaga. Tuya hoji bo'lmas. Borib kelgani bilan Makkaga. Bo'ldi, tavba qildim, boshqa gap qilmayman deysan. Lekin mif, skoris, regapellarni ko'rib qolsang, kanda qilmaysan. Sen o'zgarmaysan, o'shasan. Taning bokirayu, qalban fohishasan. Narkomanni vaqasiga, fohishani ko'z yoshiga, do'stlaringni olqishiga ishonma. U bilan, bu bilan, yuraging hamma bilan. U bilan ham bu bilan, yuraging hamma bilan.
Hammasi o'tib ketadi. Hammamiz o'tib ketamiz. Kaminani bitta savol qiynaydi. Nimaga odamlar yaxshiligini bilmaydi? Suv tushib qoldi yana. Oramizdaga. Bolalikda bojalarni eshitib, o'smirlikda ummonni eshitib, bugun katta bo'lgandan keyin o'zim umuman yoqtirmagan Sherali Jo'rayev ham qo'shularida ma'no borligini his qilyapman. Oy yuzingga jon bila tobandaman mehri ravshan. Balki mana sovg'ani zo'ri, dahshati, uncha-munchasi bunaqa qadar bermaydi mana. Shirinligini ko'rasam, chiroyliligini. Bilasanmi, nimaga quyon sovg'a qildim? Просто yaxshi ko'rgan qizim meni quyonchan deb erkalaydi. Bir quyon bilan meni farqimni ko'rsin dedim-da. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. Goho g'am anduhdan sochlar oqardi. Ba'zan tashvishlar deb keksaydi jasad. Ammo sevgi doim yoshardi. Ko'ngil go'dak qoldi abadul abad.